Bloger avaz birovga yaxshilik qilaman deb tuhmatga qolib ketdim deyapti. Davaychi shu haqida gaplashamiz. Haqiqatdan blogerda aybi bormi, yo'qmi? Nozimani ishiga blogerda aloqasi yo'q bo'lgan taqdirda ham, kerak bo'lsa hattoki marhuma o'zini osgan deb topilgan taqdirda ham bloger avazda normalniy yeb qo'ygan joyi bor. Davaychi po faktu sizlarga keltirib beraman. Bloger avaz jinoyat joyiga kirib ketayotganda Sherzoddan so'rayapti. Politsiya kirishga ruxsat berdimi deyapti. Sherzodning javobi kirishsang ham hech narsani tegishmagin dedi deyapti. Melisa kirishga ruxsat bergan, bermagan? Melisa kirsalaring ham hech narsaga tegmanglar deb aytdi. Hech nimaga tegmanglar bo'lmasa. Agar haqiqatdan shu gap bo'lgan bo'lsa, nimaga bloger avaz o'z boshimchalik qilib kirib turib bezpirchatga hamma narsani ushlab tashlayapti? Hech nimaga tegmanglar bo'lmasa. 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 U ham yetmagandek butulkani olib aynayda sindirib tashlayapti. Mo aynayda qaranglar. Mana. Yana kamiga marhumaga tegishli bo'lgan hujjatlarni topyapti. Mana O'zbekiston pasporti ham bor ekan. ID kartasi ham bor ekan. Shundan keyin bu yerda podozrительный holat bo'lyapti-da, bu yerga o'zi politsiya xodimlari kelganmidi, kelmaganmidi deb. Agar haqiqatdan bu kvartiraga politsiya xodimlari kelgan bo'lsa, ana shu politsiyaga shu savolni berish kerak. Nimaga marhumaga tegishli bo'lgan hujjatlarni o'zlaring bilan olib ketishmagansan? Nimaga rasmiylashtirishmagansan deb turib so'rash kerak-da. Bloger Feruz opadan so'rayapti. Men qizingiz haqida videorolik olaman, chunki sizlar ehson xohlamayapsizlar. Davlat bu rasxodlarni ko'tarib berish uchun men video qilib ko'rsatib berishim kerak, deyapti-da, lekin nimaga qisqa video emasda 12 ta seriya qilib turib olyapti? Mayli 12 ta seriya qilib olibdi, lekin nimaga marhumani nomini qoralayapti? Nikoh bormi, yo'qmi? Yo'q, nikoh yo'q. Ha? Kim ichgan buni? Shu ichib o'tirganiga kelsin. Ish qizmi? Ha? O sigaret kim chekkan? Shu. Ash qiz chekkanmi? Ro'za ham tutadi, aroqni ham ichadi. Karisga tegib kelganmi o'zi Koreyaga? Karisga tegib. Hali telefonda aytdingiz, oldin O'zbekistonda ham oila qurgan ekan dedingiz, to'g'rimi? Qo'pol qilayotganda o'ynashingizda endi. Aroqni ham ikkalasini olmay ichibdi oxirigacha. Mana harom xarishda ahvolida. Uni ham agar ozgina mana kallasi ishlaganda, masalan, davay, ras shunchalik ekan, yur nikoh o'qib olaylik, harom xarish yurmaylik degan bo'lardi-da. Aytmadi. Ichib olganmidi? Ammo haqiqatda ikkita shishani bo'shatibdi. Siz aytdingiz-ku, oldin ham bitta karis bilan ushlab olganman dedingiz-ku. Kim bilan qayerda ushlab olgansiz? Tungi klubda. Tungi klubda? Mana shu qiz-da? Hozir shunda u O'zbekistonda erga tegyapti, keyin yana karisga tegyapti. Keyin sizga siz bilan yashayapti, ha? Keyin yana tungi klubda siz uni ushlab olyapsiz. Vizani tungi klubda aroq ichib qilishar ekanmi? Gap bir-biriga tushmayapti, to'g'rimi? Endi qora qo'ng'iz ham bolasini olib boqim deydi-da, ha? Biz benikoh yashab yurishgan, endi harom xarish yurganda orqasidan mana shuncha ish kelib chiqyapti-da. O'sha kuni keyin bu janjallashib chiqib ketyapti, o'rtada bir karis tungi klubda ushlab olyapti. Hozir buni ayblamayman, unda ham ayb. Bu ikkita uchta er ko'rgan ekan, ota-ona qarayapti u yoqdagilar. To'g'rimi? Bu qizni ota-onasi ham bilar ekan, bu bilan nikohsiz yashab yotib turib yurganini. Icharmidi, chekarmidi? Nikohsiz yashaganmisizlar? Kerak bo'lsa hattoki bo'yida borligini ko'rsatadigan testlargacha ko'rsatib beryapti. Ana nima? Yaqinroq oling. Endi to'g'ri, ismini ishlatmaganman, rasmini ko'rsatmaganman deyapti. Lekin qayerdanligini so'rab turibdi, yoshini so'rayapti. Qayerli? Sirdaryoda. Sirdaryo? Ha. Yoshi necha dedi? 26 yosh. Mahallasidagi insonlar ham tupoy bo'lmasa kerak. Ertaga janoza bo'lganda mahallasidagilar уже srazi biladi-yu, ha, moni qizini yoshi shuncha deydi. Haqiqatdan Koreyada ishlab yurardi deb turib уже mahallasidagilar bu narsani biladi-yu. Ya'ni tushunganinglardek, bloger rasm bilan ismini ishlatmagan bo'lsa ham mahallasini oldida oilasini sharmanda qilyapti-da. Videoda o'chirib tasha desa, videoda o'chirib tashamayapti. U ham yetmaganida Feruz opaga telefon qilib turib, do'q-popsa qilib, nimaga sen internetga olib chiqasan, nimaga davlat qarorini kutmaysan deb turib buyruq berib do'q-popsa qilyapti. Opa, qizingizni momataloq qiladimi, uradimi, tepadimi, nima qilsa ham davlat bor, ekspertiza bor, to'g'rimi? O'sha ekspertiza chiqarib beradi, keyin nima qilsangiz qilib tashlang u bolani. Yo'q, qildiraman ekspertiza qaytadan.
Ha, siz nima internetda jar solyapsiz opa? Siz internetda nima qilib beradi internet sizga? Joyida aytyapti. Siz tushunga, biling, tushunmas ekansiz. Siz aniq tushuntiring. Qilyapman sizga. Yana kamiga elchixonaga telefon qilib turib, yo'q bo'ldi, yordam bermanglar. Pulini bersa ham yordam bermanglar deb turib buyruq beryapti. Menga o'sha посольствоda ishlaydigan ayol kishi telefon qilib, "Avazbek, men viza beraymi, bermaymi? Naqledi, yordam beraymi?" dedi. Opa dedim, pulini bersa ham yordam bermaysiz endi. Bir kun oldin yordam bering deb yozdim. Endi yordam beraylikmi dedi. Pulini bersa ham yordam bermaysiz desam, bo'ldi, sizga gapingiz gapdi mana. Hatya Feruz opa blogerga rahmat deb turgan joyida. Intervyuchilar kelishdi, darakchi-parakchi bir joylardan. Men даже ularga aytdim, Avazbekka, Setoraga, Faridaga, yana bir dunyo qizlarga, Koreyadagi qizlarga rahmat dedim. Keyin shundan keyin Feruz opa salomiga yarasha alik qaytaryapti. Ya'ni internetga chiqib turib, blogerda ayoli menga telefon qildi, o'zini farzandiga qaramaydi ekan, menga osilgandan ko'ra farzandiga qaramaydimi deb turib gapiryapti. Tushundinglar-a? Ya'ni Feruz opa o'zidan o'zi chiqib turib anaqa qilmayapti. Blogerda salomiga yarashalik qaytaryapti. Bloger 12 ta seriya qilib turib qizini nomini qoralayapti. Elchixonaga telefon qilib turib buyruq beryapti. Feruz opaga telefon qilib turib do'q-popsa qilyapti. Shundan keyin Feruz opa buni gapiryapti. Shundan keyin bloger nima qildi? Internetga chiqib olib turib, sen qizingni o'ligini orqasidan pul ishlamoqchisan deyapti. U ham yetmagandek qizing fohisha deyapti. Hatya o'zi gapirib turibdi, Nuriban bu o'yin kulgi qiladigan karaoke, erkaklarga spirtnoy ichimlik quyib beradigan joy deb turibdi, lekin qizing fohisha deyapti. Nuripang degani aroq ichib, karislarga aroq quyib beradi. Sizga oldin tushuning siz. Karis ashula aytadigan karaoke bo'ladi-ku. Xo'p, karaoke, xo'p. Ha, o'sha yerda o'tirib, karislarga aroq quyib berib, Karislarga aroq quyib berib. ha, o'sha u yerini ushlatib o'tiradigan joy. Mayli o'zi yomonlagani ham yetmagandek, provokatsiya qilib turib odamlarni targ'ib qilyapti bu narsaga. Davay deyapti, rasmlarini tarqatinglar, fohishaga challenge e'lon qilinglar deyapti. Fohisha challenge qilinglar deganimiz isbotlab berasiz. Albatta isbotlab beraman bu efirimdan keyin. Tarqatinglar dedim mana. Davay, challenge qilinglar. Davay, nimadir deb challenge qilinglar, davay. Fohisha challenge qilinglar deganimiz isbotlab berasiz. Internet banglash tashla, kontekstni yondirib tashla, laykni gangratib tashla. Roziman, boshinglar gapirib chiqinglar. Fohisha challenge qilinglar deganimiz isbotlab berasiz. Rasmini qo'yinglar ham. Rasmini qo'yib, ikkitani tashinglar. Tushundinglarmi? Mana sizlarga ikkita tashinglar. Fohisha challenge qilinglar deganimiz isbotlab berasiz. Mana, bormi? Fohisha challenge qilib tarqatinglar-chi. O'zinglar aytinglar, bloger Avazda aybi bormikan, yo'qmikan? Bloger Avazda aybi bor. Ya'ni любом случае mana shu qilgan tuhmatlariga, qilgan muomalasiga, xalqning oldida butun dunyoga sharmanda qilganiga javob berish kerak. Mana o'zi qanaqadir qiz chiqib turib bloger Avazda qo'shnisiman deb nimadir deb gapirib qo'ygan ekan. Ko'tichi damasdan akasiga telefon qilib turib, men siningizni qamataman, menga shtraf kerak emas, advokat oldim, bo'ldi, qo'limdan keladigan bo'lsa qamataman deb turibdi. Qamatalsam qamataman aka, lekin nima qilay deydi. Men aytdimki, birinchi marta ogohlantirdim bu qizni. Endi nima bo'ladi desam, normalniy jarima yoki qamoq deydi. Men jarima kerak emas, menga qamalsin dedim aka. Bloger kimnidir qamatishdan oldin avval o'zi qilib qo'ygan muomalasiga, qilgan tuhmatlariga javob bersin, jinoiy javobgarlikka tortilsin, keyin kimdandir talab qilib kimnidir qamatmoqchi bo'lsa, shunda haqqoniy bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni tushunganinglardek bu yerda umuman aloqasi yo'q bo'lgan taqdirda ham bloger Avazda xatosi bor. Biz ham bekardan bekar chiqib olib turib bloger Avaziga osilayotgan joyimiz yo'q. Hozirgi kunda bloger Avazda qiladigan ishi politsiya xodimlariga borib turib o'zini topshirish kerak. Men birovga tuhmat qilib qo'ydim, birovning nomini qoralab qo'ydim deb turib jinoiy javobgarlikka tortilish kerak. Yoki politsiyaga borishdan qo'rqayotgan bo'lsa, unda internetda qanday sharmanda qilgan bo'lsa, internetga chiqib turib, kerak bo'lsa, yalinib bo'lsa ham Feruz opadan kechirim so'rash kerak. Sizga nisbatan nohaqlik qilib qo'ydim, sizning nomingizni qoralab qo'ydim deyish kerak. Yana kamiga nimamish bu videoni men ibrat uchun olganman. Ibrat uchun nima? Birovni
oilasini hayotini ko'tiga tikib yuborib turib ibrat tushuna oladimi?